Assalomu alaykum. Raqamli ta'lim markazining yana bir muhim vazifalaridan biri qabul jarayonlarini o'tkazishdan iborat. Markazimiz tomonidan akademik litseylarga, politexnikumlarga, ikkinchi oliy ta'limlarga, magistraturaga qabul jarayonlari to'liq raqamlashtirilgan. Hamda bakalavriat ta'lim darajasidagi o'qishni ko'chirish hamda tiklash uchun arizalar elektron tarzda qabul qilinadi. Bizning jamoa yozgi qabul jarayonlariga tayyorgarlikni boshlagan. Sababi, o'tgan o'quv yilida akademik litseylarga 44 mingdan oshiq, bu o'quv yili esa 60 mingdan oshiq abituriyentlar topshirish kutilmoqda. Politexnikumlarga 129 mingdan oshiq, bu yil esa 130 mingdan oshiq abituriyentlar topshirish kutilmoqda. Texnikumlarni muvaffaqiyatli tamomlagan, suhbat asosida oliy ta'lim muassasalariga qabul qilishga 6,5 mingdan oshiq. Bu o'quv yil esa 8 mingdan oshiq kutilmoqda. Oliy ta'lim muassasalarida o'qishni ko'chirish hamda tiklash uchun o'tgan o'quv yilida 41 mingdan oshiq talabalar onlayn arizalar qoldirgan. Bu o'quv yilda esa 55 mingdan ziyod talabalar o'qishni ko'chirish hamda tiklash uchun arizalar topshirishi kutilmoqda. Oliy ta'lim muassasalarining ikkinchi mutaxassisligiga qabul o'tgan o'quv yilida 37 mingdan oshiq, bu o'quv yilda esa 50 mingdan ziyod bo'lishi kutilmoqda. Oliy ta'lim muassasalarining magistraturalariga qabul jarayonlari o'tgan o'quv yilida 33 mingdan oshiq, bu o'quv yilda esa 44 mingdan ziyod qabul qilinishi kutilmoqda. Jamoamiz tomonidan qabul jarayonlari hech qanday muammolarsiz, shaffof o'tishini ta'minlash maqsadida axborot tizimlarini takomillashtirish ishlari amalga oshirilmoqda. Qabul tizimlarimizga sun'iy intellekt texnologiyalari, shu bilan birga fuqaro ma'lumotlari xavfsizligini ta'minlash maqsadida axborot xavfsizligini yanada kuchaytirish ishlari amalga oshirilmoqda. Har bir qabul jarayonlari biz uchun juda ham muhim. Raqamli ta'lim markazidan raqamli ta'lim xizmatlari